Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men wala. Birodarlar, kalimani tushuntirib bering deb hammamiz bilamiz. Kalima la ilaha illalloh kalimasi. La ilaha illalloh tarjima qilishlik bilan ma'nosi bilinmaydi. Bizni o'zbek tillarimiz shu qadar kambag'al tilki, la ilaha illalloh degani biror bir iloh yo'q, magaram ilohlikka haqli bo'lgan zot yagona Allohdir degan. Mana shu kalimaning tarjima qilinganda la ilaha illalloh deganda shu. Lekin Alloh subhanahu va taolo buyurgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qulu la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb qo'yinglar degan ma'nosi bu emas, birodarlar. La ilaha illalloh degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga molini bergan, himoya qilgan Abu Talib amakisi shu la ilaha illalloh deb qo'ying amaki desa demasdan o'lib ketdi. Uni tili kelganligidan, tili kelmaganligidan emas, uning ma'nosini nima deganligini bilganligi uchun la ilaha illalloh demadi. Bugungi kunda bizlar to'tiqushga o'xshab la ilaha illalloh deyapmiz. Magnitofonda yozilingan va telefonlarga yozilayotganga o'xshab eshitib olganimizni la ilaha illalloh deyapmiz. La ilaha illalloh deganda, iloh deganda nimani tushunamiz? Iloh deganda, ya'ni biz banda, u iloh. U hoji. Banda nima qiladi-yu, iloh nima qiladi? Men bir misolni bu bilan misol keltirib beraman. Shu bilan hamma o'ziga javob topsa kerak. La ilaha illallohning ma'nosiga qaytaman, shartlariga, vojiblariga qaytaman. Undan oldin misol keltirib beraman. Koreyaga bir do'stimiz borganda ishga qabul qilinibdi. Bitta bizi diyorimizdan borgan odamga ishga qoni gruppasi manaqa, yoshi manaqa, millati manaqa, pasporti manaqa, dini desa musulmon debdi. Ya'ni la ilaha illalloh degan odam kim bo'ladi? Musulmon bo'ladi. Musulmon debdi. Karis ishga qabul qilib, soatdan soatgacha ishlaysan, soatdan soatgacha ibodat qilasan, mana ovqat yeysan, suvni ichmaysan debdi. Xo'p deb bu karisga ishga kirganda bir kuni kelsa ibodat qilasan degan paytda ibodat qilmayapti ekan. Ichma degan, bunda seni diningga mumkin emas bo'lgan spirtli bor desa, aroqni ichib o'tiribdi ekan. Yema degan go'shtini yeyapti ekan, cho'chqa, immunitet baland bo'ladi, quvvatli bo'laman deb yeyapti ekan. Hali karisni gapi. Ular islom deganda tushunadi. Biz tushunmay qolganmiz. Ajdodlarimizdan bizga meros qolib qolgan. Hali karisni gapi nima degan bilasizlarmi, birodarlar? Seni xudoying bilan meni xudoyim bitta ekan dedi. Nima desa qonunni ko'rsatibdi. Men faqat qonim uchun yashayman. Men faqat qonimni o'ylayman. Senlar musulmonlar Xudo bor deysan, men ishonmayman. Xudo bor, o'ladi, o'lgandan keyin hayot bor. Xudo ye deganda yeydi, yema deganda yemaydi, Xudoga sig'inadi. Oqibatda nariyada hayot bor, jannat, do'zax. Men kul yog'voradi, kul bo'lib ketadi. Men ishonmayman, senlar ishonasan deb seni musulmon deb bilardim. Men bilgan islomda sen emas ekansan. Seni xudoying ham xuddi menga o'xshagan qonning ekan Xudo dedi. La ilaha illalloh kalimasini u karis tushungan. Nima degan? Lekin qalbiga tavhid kelmagan, birodarlar. U la ilaha illalloh deb qo'yishlik bilan Xudo ye deganda yeyishlik, kiy deganda kiyishlik, yema deganda yemashlik, sig'in deganda sig'inishlik, ol deganda olishlik, olma deganda olmashlik deb tushungan karis. Bizchi musulmonchi? Alhamdulillah, o'zbekman, qirg'izman, tojikman, musulmon. Bu millatdan millatga qoladigan meros emas bu islom. Yoki bir yurtdan, bizi diyorlarimiz hammasi Mavaro O'rta Osiyo, hammasi islom yo'q. Ota musulmon, bola kofir bo'lishligi mumkin.
Biz iloh deganda u hojat yaratgan va so'ralgan narsani berguvchi, boshqaruvchi, tarbiya qiluvchi, uni aytgani bilan yashovchi, hoja deganda, xo'jayin deganda tushunib olaylik. Hattoki kinolardan tushunib olaylik. Podshoh, xo'jayin va qul. Podshoh nima qiladi, qul nima qiladi? Qulda ixtiyor bo'ladimi? Xo'jayinni aytganini qiladi. Hojasini aytganini qiladi. Biz kimmiz? Qulmiz. Kimning qulimiz? Allohning qulimiz. Bizda ixtiyor bormi? Yo'q. Nima? Biz majburmiz. Alloh va Rasulining buyurganini qilamiz. Shu narsaga ahd paymon beramiz. Ya'ni la ilaha illalloh. Allohdan boshqa biror bir iloh yo'q. Alloh bitta. Alloh nimani ye desa, shuni halol deb yeyman. Alloh qanday sig'in desa, shunday Allohning o'ziga sig'inaman. Alloh nimani yema desa, yemayman. Alloh nimani qaytargan bo'lsa, shu narsani qilmayman. Yakka Allohga sig'inaman, bo'ysinaman degani la ilaha illalloh degan. Mana shu la ilaha illalloh kalimasini hammalarimiz bilamiz, jannatning kaliti deb. La ilaha illalloh kalimasi jannatning kaliti. Kim la ilaha illalloh deb Allohning huzuriga borsa, albatta jannatning ochadi. Lekin meni cho'ntagimda mashinamning kaliti turibdi. Bu ham kalit. Bu yerda mashinasini ochadimi, ochmaydimi, birodarlar? Hamma kalit bir xil bo'ladimi yoki tishlari har xil bo'ladimi? Tishlari har xil bo'ladi. Ahmoq ham, hamma aqli bor inson hammamiz bilamiz. Tikodi kaliti hech qachon Mercedesni yurgizmaydi. Demak, la ilaha illalloh kalimasining tishlari bor. Har bir kalitning tishi bo'lgandek, la ilaha illalloh kalimasining tishi bor. Ya'ni la ilaha illalloh degan odamning sifati bor. Shoir o'z she'rida keltirib, al-ilm wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyad fadri ma aqul was-sidq wal-ikhlas wal-muhabba waffaqaka Allohu liman ahabba deb. Birinchisi ilm. Nimaga la ilaha illalloh deyapmiz? Nimaga Allohning bor deyapmiz? Nima? Kim o'zi? Nima o'zi bu iloh degani? Xudo degani nima o'zi bu? Allohning tanishlik, birodarlar. Allohning yakkaligini bilishlik. Inson nima deb guvohlik berayotganini bilishlik. Alloh yakka. Bor, hayol emas, ertak emas. Alloh bor va yakka. O'zining zoti bilan bor. Hayol emas bu Alloh taolo. Alloh bitta va yakka. Alloh subhanahu va taolo inson guvohlik berayotganda Alloh bor. Meni qanday yashashim, hattoki qanday ayolim bilan qo'shilishi va hammasini tarbiya bergan, tarbiyat alhamdulillahi robbil alamin, butun olamni tarbiya qilib turgan zotga hamd bo'lsin, ya'ni yakka zotga hamd bo'lsin degan. Allohning tanishlik. Ikkinchisi yaqin, ya'ni shubhasiz ishonishlik. Misol uchun nechta barmog'im bor? 6 ta desam ishonasizlarmi? Ammo pistolet qo'yib otib yuboraman, domlani barmog'i 6 ta ekan desa qo'rqqandan xod deysiz, lekin qalbingizda shubha qolmaydi, yo'q, barmog'i 5 ta. Olmani yedirib turib, nok yeding desa, yo'q, olma yedim deb turaveramiz. Chunki nimaga? Shubhasiz bu narsaga guvoh bo'ldik. Allohning borligiga shubhasiz ishonishlik. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz, domlalar bor deydi-yu, bilmayman deganga o'rin qoldirmagan holatda Alloh subhanahu va taologa ishonishligimiz. Ikkinchisi yaqinan Alloh taologa ishonishlik. Allohning jannatiga, do'zaxiga yaqinan ishonishlik. Azob desa shu qadar azob bormikin? Jannat desa shunaqa ham jannat bo'larmikin deb shubhalangan odam la ilaha illalloh degan bo'lmaydi. Jannatdagi eng oz, eng mukofoti darajati past bo'lgan odam Firdavs emas, birodarlar. Jannatga eng oxirga kirgan odam. Jannatdagi eng kambag'ali desam to'g'ri bo'lsa kerak. Jannatdagi eng darajati past odam jannatdagi ne'matlarni, jannatdagi berilgan mukofotlarni ko'rishlik uchun 2000 yil vaqt ketadi dedilar Payg'ambar alayhisalom. 2000 yil jannatni faqat ko'rib turadi. Hali uni ayollari bilan qo'shilishlik yoki mevalarini yeyishlik, go'shtlarini iste'mol qilishlik, atirlari yo'q. Jannatdagi bor narsani ko'rib kelgani 2000 yil vaqt ketadi. Kimga? Eng oxiri.
shunga yaqinan ishonmagan odam, shubhasiz ishonmagan odam, shunaqamikin tarixda ertakda degan odam kofir bo'ladi. La ilaha illalloh demagan bo'ladi. Do'zax shu qadar azobki, eng yengil azob Alloh saqlasin. Siz bilan men tutsam u azob yo'q. Payg'ambar alayhisalomga islomga yordam berib, lekin la ilaha illalloh demasdan o'lib ketgan Abu Talibga qanday azob? 1 yilmi, 10 yilmi, 100 yilmi, 1000 yilmi? Abadiy. Qanday azob? Ikki tovonidagi ikkita cho'g' bilan miyasi abadiy qaynab turadi dedilar. Hayol emas bu, haqiqat. Shubhasiz ishonishlik. Do'zaxdan bir uchquni yer yuziga tushadigan bo'lsa, yer yuzini kul qilib tashlaydi dedilar Payg'ambar alayhisalom. Yaqin. 3-inchisi qabul. Nimani qabul qilishlik? Xotinimizni o'zimizni nikohimizga qabul qilamiz. Biror bir yetimni asrab oladigan bo'lsa, meni kafolatimda deb qabul qilib olamiz. Lekin la ilaha illallohning sharti qabul qilishlik. Nimani qabul qilishlik? Alloh va rasulidan qanday hukm kelsa, qanday buyruq kelsa, qanday qaytariq kelsa, aqlni ishlatmasdan, nafsni ishlatmasdan qabul qilishlik. Alloh namozni buyurdimi? Qabul qilamiz. Zakotni buyurdimi? Nalog beryapman degan gap bo'lmaydi. Yetimxonalarga yordam beryapman degan gap bo'lmaydi. Qariyalar uylariga yordam beryapman, mahallani asfalt qilib qo'ydim, gaz tushirib qo'ydim degan gap bo'lmaydi.